Sen ota onangga qarayver, Uvays qaraniydik payg'ambarning do'sti bo'lib jannatda birga bo'lasan. Qo'y oldi qochdilarni, qo'y har xil gaplarni. Seni dunyoga kelishingga sababchi bo'lib bir parcha etligingdan boqqanlarni Alloh 40 ta oyat qilib olib keltirib qo'yibdi 7-8 ta surada. Bandamni esdan chiqib qolmasin. Sen o'shani bajar. Bu yerdagi hayotingni chiroyli o'tishini, yaratganim senga o'zi to'g'ri yo'lga boshlab qo'yganini o'zing bilmay qolasan. Vala tanharhuma, ularga do'qqima, jerkima. Ko'ryapmiz aslar. Tuppa-tuzi yigitlar otasiga unda qilmay, mana qilmay, ota indamagan bilan yuragi chizillaydi inson. Onang uncha parvo qilmas. Onani-ku ba'zilar xuddi bir cho'ridek o'qib yuborar ekan. Sen osmondan 20-25 yosh bo'lib tushmagansan. Yig'idan boshqa narsani bilmaysan, tagingni ho'l qilishdan boshqa narsani bilmaydigan narsa eding insonding. Gapira olmaydi, yura olmaydi.